Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozor Navoiy mahallasidan 7,3 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Yashash uchun 3 xona, 4 xonali uylar bor. Hamma kommunikatsiya xizmatlari o'tkazilgan. Bu joyimiz tuman markazi Yangi bozorga 1 kilometr. Yangi Toshkent hududiga o'tish ehtimoli juda ham yuqori bo'lgan hudud hisoblanmoqda. Hozir bu joyimiz ko'rsanglar bo'ladi. Joyimiz 8 kvadratdan iborat. 21 metrga 35 metr fasad. Bu yerga kelib turib, hozircha yashab turishga sharoit bor. Bu joyimizga egalari yer narxida so'ralyapti. Har bir sotiga $12,000 narx qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot yana tushuntiriladi.